Assalomu alaykum azizlarim. Demak, face yoga o'zi nima degani degan savollaringizga bugun javob beraman. Face yoga bu sizni tabiiy yosharishingizga yordam beradigan mashqlar hisoblanadi. Afsuski, men yoshim katta bo'lgandan keyin, 4-farzandimni tug'ganimdan keyin gormonal buzilishlar bo'lib, tanamda semirib ketdim va buni oqibatida yuzimni avvalini yo'qotib qo'ydim va shishlar yuzimda paydo bo'ldi. Bu face yoga mashg'ulotlarini qilganimdan keyin yuzimni avvalgi holatga qaytarishni boshladi. Albatta, mashg'ulotlarni qilishingizdan avval yuzingiz toza bo'lishi kerak. Yuzingizni har xil penkalar bilan yuvib, molotchkolar bilan yuvib tozalab olishingiz kerak bo'ladi. Yuzingizni tozalab olganingizdan keyin albatta unga kerakli bo'lgan yog'larni surishingiz kerak bo'ladi. Men masalan jojoba yog'ini ishlataman. Kimdir olivkoviy yog'ni ishlatishi mumkin yoki zaytun yog'ini ishlatsangiz ham bu nur ustiga alo nur bo'ladi. Demak, yuzingizga yog'laringizni surib olasiz. Yuzingizni tozalab olganingizdan keyin bu mashqlarni qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, buning uchun ko'zingiz agar atrofida mana ko'karishlar paydo bo'lib, ko'z tagiga tushib qolgan bo'lsa, ko'zingizni tagidagi mushaklarni qisqartirib, yuzingizni yuqoriga ko'tarishni boshlaysiz. Buning uchun qo'llarimizni mana shunday yuzingizni avvali bo'yicha mana shu yerga qo'yasiz. Qo'yganingizdan keyin bu ko'tariladi. Ko'tarasiz. Ko'targaningizdan keyin lablaringizni u shakliga keltirasiz. U shakliga keltirganingizda bu sirni hamma ham ochmaydi. Labingizni o'rtasi ozgina ochiq bo'lishi kerak. Oddiy qilsangiz unda hech narsa bo'lmaydi. Aynan labingizni ozgina ochasiz. Mana yuzimizni bunday qo'ydik. U labingizni o'rtasini ochib oldik va ko'zingizni tagidagi mushaklarni qisqartirishni boshlaymiz. Va buni 20 martagacha qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa qilib ko'zingizni qisqartirishni boshlaganingizdan keyin, chimirishni boshlaganingizdan keyin ko'zingizni tagidagi ko'karishlar ketib, yuz mushaklari harakatga tushib, yuz yuqoriga qarab ko'tarilishi boshlaydi. Bundan tashqari juda ham ko'p mashqlar bilan bo'lishib boraman. Massaj bilan face yogani albatta aralashtirmaslikka harakat qiling, chunki face yogada biz o'zimizni mushaklarni harakatga tushirib, qaysidir mushaklarni tonusga tushiramiz, qaysidir mushaklaringizni bo'shashtirishingiz oqibatida yuzingizni tabiiy yoshartirishni boshlaysiz. Massajda esa siz o'zingiz harakat qilmaysizda, shunchaki boshqa insonni qo'l orqali massaj bo'ladi. Bunda yo'q. Sizda yuzingizdagi ajinlar unda ketmaydi. Unda qaysidir mushaklaringiz tonusga tushib, limfa ottokda aylanish bo'lib, shishlaringizni ketkaza olmaysiz. Aynan o'zingiz mashqlar qilsangizgina, face yoga bilan shug'ullansangizgina yuzingizdagi shishlarni ketkaza olasiz. Yanada ko'proq foydali ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasanglar, yuzni mashqlarini qilib tabiiy yosharishni istasanglar, unda sizlarni kursimga taklif qilaman va ko'proq mashqlarni shu kursimda men bilan birgalikda qilib tabiiy yosharishni boshlaysiz.